Assalomu alaykum hammaga. Bugungi video darsimizda Proteus dasturidan foydalangan holda tranzistorli kalt sxemasini yig'ib simulyatsiya qilib ko'ramiz. Ushbu sxemani yig'ishda birinchi navbatda bizga kerak bo'ladi bipolyar tranzistor. Ushbu tranzistorni BS547 modeldan foydalanamiz. Va ushbu komponentlarni mana bu oynaga joylashtirib chiqishimiz kerak. Bizga yana kerak bo'ladi LED, rezistor, yana kalt kerak bo'ladi. Va o'zgarmas tok manbai kerak bo'ladi. Demak, o'zgarmas tok manbaini ham oldik. Endi mana bu ishchi sohaga sxemani chizsak bo'ladi. Demak, biz sxemani chizishda umumiy emmitterli ulanish sxemasidan foydalangan holda chizamiz bipolar tranzistorning. Birinchi navbatda bipolar tranzistorni o'zini joylashtiramiz. Xo'p. Joylashtirib oldik. Xo'p, endi bunga tok manbai kollektor emitter sohasiga ham tok manbai ulaymiz. Endi baza sohasiga qo'shimcha rezistor kuchlanish oshib ketishini oldini olish maqsadida va kalit joylashtiramiz. Hop, endi kollektor sohasiga LED ni joylashtiramiz. LED va rezistor. Batareyadan kelayotgan joyiga rezistor ham ulab qo'yamiz. Endi yana bizga kerak bo'ladi birdaniga mana bu yerga ampermetrni ham ulaymiz. Ampermetrni DC metr tanlaymiz. Xo'p. Elektron komponentlarni joylashtirib oldik. Endi bularni ulab chiqamiz. Baza qismini uladik. Kollektor qismi, kollektor emitter qismi ham ulandi. Elektr sxema ulandi. Endi bu yerda zazemleniya ulashimiz kerak. Bu yerdan groundni tanlaymiz. Qo'shimcha voltmetrlar qo'yishimiz mumkin kuchlanishlarni aniqlash uchun. Bu yerda baza emitter sohasiga qancha kuchlanish oqayotganini aniqlash uchun bu yerga bitta DC voltmetr joylashtiramiz. Mana bu yerga ham bitta joylashtiramiz. Kollektor emitter sohasiga. Demak, voltmetrni ulashda qutublariga e'tibor berishimiz kerak. Ampermetrni ulashda ham ampermetr albatta zanjirga ketma-ket holatda ulanyapti. Voltmetr esa zanjirga parallel holatda ulanyapti. Demak, zanjirni ulab bo'ldik. Endi elektron komponentlar qiymatini to'g'rilab chiqishimiz kerak, o'zgartirib chiqishimiz kerak. Endi bu yerda kollektor emitter sohasida albatta asosiy zanjir bo'lgani uchun kattaroq kuchlanish oqadi bu yerda. Bunga 12 volt beraylik. Baza sohasiga esa unaqa katta kuchlanish shart emas, shuning uchun kichikroq kuchlanish beramiz. Aytaylik 5 volt.
Hop, shunga mos ravishda qarshiliklarni o'zgartirib chiqamiz. Hop, kollektor sohadagi ham qarshilikni o'zgartirib chiqamiz. Hop. Demak, elektron komponentlar qiymatlarini ham o'zgartirib chiqdik. Endi simulyatsiya qilib ko'rsak bo'ladi. Bu yerda simulyatsiya qilib ko'ramiz. Ko'rishimiz mumkin, mana bu kollektor emitter sohada, ya'ni mana bu batareyani kuchlanishini mana bu voltmetr ko'rsatyapti. Mana bu led yongani yo'q va mana bu yerda tok o'tgani yo'q. Chunki baza o'chib turibdi, ya'ni bazaga kuchlanish kelgani yo'q. Tranzistor ishlashi o'zi asli fizika jihatdan bazaga kuchlanish kelmasa, kollektor emitter ochilmaydi, ya'ni zanjir orqali tok o'tmaydi. Shuni hisobiga hozir mana bu kalt uzukligi hisobiga bazaga kuchlanish kelmayapti. Natijada zanjirda tok oqmayapti. Endi biz kaltni ulaydigan bo'lsak, bazaga kuchlanish keldi va tranzistor ochildi va shuni natijada mana bu ledimiz yonganini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni xuddiki bu tranzistor kalt sifatida kalt vazifasini bajaryapti. Bugungi darsimiz mana shulardan iborat edi. E'tiborlaringiz uchun